Cobalt avtomat korobka, zaslongan ko'rib turibsizlar. Toza, dinam tok berishi chotki, lekin tahometr o'ynayapti. 39.000 probeg yurgan. Endi mashinada motor qaltirab ishlayapti. Benzinda ham 4 bakalina propan, benzinda ham gazda ham motor qaltirab, tixot tushlarni ham o'ynayapti. Xo'p, rul zirillab vibratsiya bilan ishlaydi. O'tkazamizdagi bu yerda mana Eco Sport Winter deydimi? O'sha, короче, 48 talik programma yozilgan. Ana shundan keyin boshlanib qolgan holat. Zaslonka toza. Endi nimani bahona qilasizlar bu? Mana shunaqa videolarni ochib olsam, programmani yomonlayapti deysizlar. Programmani yaxshi yomoni ustani o'ziga bog'liq. 48 talik programma yozadimi? 48 xil rejimda ishlaydigan, bir xil rejimda ishlaydigan programma yozadimi? Uni ichini tayinlashni bilmasa bir tiy hammasi. Hozir mana shu narsalarni do'pposlik qilib qo'yaman. Klient atsifrini ham ular o'zlarining fikrlarigacha qo'yib beraman. Programma ichini tayinlab, mana uni yozib bo'lgandan keyin, mana holatda yo'q qilib bo'lganimdan keyin akamizning xullas 4 ta rejimli, 48 ta rejimli programmalarni batamomiga olib tashladim. Akalar, qo'yib ham aytdim, programmani ichini qanday tayinlanishida, mahsulotni ustini, kompyuterning ustini zo'r qog'oz bilan o'rab qo'ygan bilan qimmat kompyuter bo'lib qolmaydi. Xullas mana tixot tiniq turibdi, rulda vibratsiya yo'q. Mana benzin gaz semeslar bir xil okitilgan, gazlarni regulirovkalarigacha mana bir xil ko'rinishda okitildi. Aka bitta haydaylik chiqar. Benzinda вообще zo'r yuradi. Ana 4 talik programmada ham tez yuradi. Ham tahometrlar ham joyida, plavniy qo'zg'alash usulini ham vaqtli almashtiradigan bo'ladi. Endi men hozir o'zimning programmamni maqtab sizlarga bunaqa bo'ladi demayman. Akamizning o'zlaridan xolisona fikrlarini eshitamiz. Akamiz bilgan inson, misol uchun internetda, Instagramda videolarimni ko'rib kelgan insonni o'zlaridan eshitamiz fikrlarini. Akajon, nima deysiz mana shu fikrlarga? To'g'risi, programmangizga gap yo'q. Yurdim. Hozir ish jarayonida o'zim qatnashdim mana. 4 talik programmaga uni qilib, Instagramda ko'rib, reklama qilgani bor, qildirgandim. Fakt. Keyin mashina qandaydir bug'ilib, вообще ona bo'lib qoldi. O'ynab ketdim, men motorga tushdim deb yurgandim o'zi asli. Keyin mana gap yo'q aka. Xizmatingiz to'g'risi rozi bo'ling. Ana tahometr o'ynab turadiku, o'sha narsaga ham oydinlik kiritaylik-da. Hozir zaslonkani tozalab to'g'rilatdimmi yo programma qildimmi? Programma to'g'rilatdim aka, zaslonka tozalanmadi. Zaslonka toza edi, lekin shunday hammasini o'zingizga to'g'rilab berdim. Shunday, to'g'ri. Yurishchalari sizni ko'nglingiz o'rnidan muhimi, boshqani ham qo'yaring. O'zingizni didingiz o'rnidan muhimi. O'zim didimday bo'ldi aka, endi aniq mana shu aniq bo'ldi. Rahmat, boringizga shukr, shuncha ishonch bildirib kelganingiz uchun. Tavsiya qilib qo'ysangiz bo'ldi boshqalarga. Tavsiya qilaman. Boringizga shukr. Akalar, xullas shunaqa gap. Men birovni misol uchun ishini chiroyli qilib bersa, gap yo'q, uni ishini yomonlab boshqa qilmayman. Lekin mana yoqda kurkurona pul topish uchun, men misol uchun pul topish uchun haram xarish ish qilardimmi, men o'ylab o'tirmayman, internetga chiqaraman. Xullas akalar, 4 ta rejim, 48 ta rejim, Red Bull, Gorilla, Flash, xullas jonga tegdi hammasi akalar. Bo'ladigan ish boshdan ma'lum. Bitta normalniy programma tamom yetadi o'zi. O'zi motor 1.5 bo'lsa, tasavvur qilinglar. U nima motor 1.5 bo'lsa, 2 tur motor bo'lib qolmaydi. Avtomat korobka, variator korobka bo'lib qolmaydi. Normalniy programma, normalniy bitta gaz regulirovkasi, hammasi ideal bo'ladi. Xizmatlar bo'yicha pastki nomerlarga telefon qilib olasizlar, joylaringiz sog' bo'lsin.